Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Rajabboyda fermer xo'jaligi kelganmiz. Bular paxtalariga bizani Extravoz 315 MPK o'g'itimizdan ekish bilan birga ishlatgan ekan. Qolgan narsalarni fermerimizdan eshitib boramiz. Qaysi nav, qachon ekilgan, qanchadan berilgan o'g'it, natijasi qanaqa? Xitoy navi qo'shqotor ekkanmiz. Bir barakaga 300 kilodan Extravoz berilgan. 16-aprel kuni ekkanmiz. Keyin glykozat bilan ishlangan. Hammasi joyida. Kultivatsiya bo'lgan 2 marotaba. Ishlanganiga 4 kun 5 kun bo'ldi deyapti. Xudo xolasa 10 kunda natijasi to'liq namoyon bo'ladi glifosatda ham. Xudo xolasa. Endi mana shuncha yildan beri sizlar paxta yetishtirib yursizlar. Hamma o'g'itlarni ishlatib ko'rgansizlar shu paytgacha. Extravoz bilan ekilgan maydonni nima farqi bor? Boshqa o'g'itlardan afzalligi, kamchiligi haqida gapirsangiz. Afzalligi tez eruvchanligi, tez ta'sir qiluvchanligi bilan farq qiladi. Men shuncha tajribam nuqtai nazarda amofos ishlatganmiz yoki super fosfat ishlatganmiz, ularni erish salimi buni qulaylik tomonlari yaxshi. Ham kaliysi bor ichida, ham juda elementi ko'p ekanda. Ma'qul ekan, karbamid bor ekan, o'stirish nima bo'ladi? Juda ma'qul nima ekan, vosita ekan. Paxtani holati yaxshi. Ba'zi bir joylarda ko'chat soni, yana o'sha muammo, ko'chat soni yaxshi shakllanmagan ba'zi bir joylarda, ba'zi bir joylarda yaxshi shakllangan. Lekin paxtani umumiy holatida umuman biror bir oziq moddaga talabi yo'q. Hamma narsaga oziq moddaga talabi to'liq qonib turibdi. Keyingi ishlar bo'yicha qiziqtirgan ba'zi bir narsalar bo'lsa, so'rasangiz, qo'ldan kelsa javob beramiz. Bunda albatta mana o'zimizda vakil bor. Bu kishi bilan bevosita bog'lanib ishlab turamiz. Shuni bevosita o'sha nimalarni, tavsiyalarini tajriba almashtirib nima qilib turamiz. Kamchiligi yo'q, muammo yo'q. Aytayapman, shu o'tgan yili Farhod aka shu she'rga ishonasizmi? Olmush xotin chiqqan edi. Endi shundan qiynalganmiz, yuramiz, ho'kizdan kelasiz. Lekin mana qarang, septayladik. Bir hafta, yana 3 kundan keyin уже tirik jon qolmaydi dedi. Paxtani sadda o'zi paxta stressga tushgan yo'q. Paxta to'xtab qolgan yo'qda, eng qiziq tomoni. Qorni to'q. Qorni to'q bo'lmaganda hozirgacha baribir barglarni qanaqadir kamchilik bo'lishi kerak. Bo'lish kerak edi. O'zi aytaman, qorni to'qda. Glifosatga chidamli nav ekan. Paxta 72 nav dedingiz. 72 nav. Hozir mana shuni tushirishga bir haftani ichiga agar to'g'ri so'zlaysiz ikkinchisi qishloq o'qigandan ikkinchi suv bilan azot o'g'it bersangiz bo'ladi. O'shandagina yana hosildorligingizga 20 sentner qo'shiladi. Shuni mana qilamiz turibmiz. Mana bu ikkita dala bor, qo'shqator. Narka qator. Shu turish mana shu o'g'it bilan sug'oring. Chunki hali o'g'itiz borki, 100% ishlagan yo'qda. Ishlaganda 50% turibdi kesak. Shunaqa. Chunki shu o'zi yetarli o'g'it paxtangizga, tushundingizmi? Uni yengil yugurtirib olamiz. Shu tur yugurtiringda ikkinchi suv bilan azot o'g'it bering. Kecha nishon bor. O'sha Charag'ilda katta kanaldan o'tgandan keyin o'shalar o'tgan yil tayyorlab qo'ygan. Qolib ketuvdi. Shunaqangi endi Shinjon ekdi. Chunki azotli o'g'itga muhtojligi yo'qda, to'g'ri Farrujon? Hech qanaqa oziq moddalarga muhtojligi yo'q. Barigidan hech narsani aytayotgan yeri yo'q. Hammasi joy-joyida. Xudoga buni to'ygan qo'lchada ishlab boradi. Farhod aka buni nasib bo'lsa nima bilan bilan gaplashib turibman. Siltirab beramizki. Siltirab berguncha ham kaliy qo'shmaymiz. Mana aytdim, 150 kilo anov berasiz. Ekstra qo'shib berasiz dedim. 250 kilo anov berasiz. Siltirab. Qo'shamizda ular kaliy ham ichiga, hammasi ichiga bo'ladi mana aytdim. Ham gul ushlashi yaxshi bo'ladi. Hammasi uni kaliyni qo'shib tushmay yana ham bo'lgandan keyin mana shuni olib berasiz. Juda ma'quldor ekan, juda anov bo'ldi. Ma'qul bo'ldi, juda. Katta rahmat, juda xursandmiz bu.